Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugungi darsda barliq musbat butun sonlarning yig'indisi haqida to'xtalaman. Hamda buni so'zlashdagi asosli maqsadim shu kasb ahlilari bilan fikr almashtirish va qiziquvchilar yoki erismanlarning tafakkurini g'idiqlash uchun ishladim buni. Bundan davomli ishlab turmay vaqtim chiqqan bo'yicha. Hamda barliq musbat butun sonlarning yig'indisi deganda odatda boshlang'ich o'qigan bo'lsa, ya'ni matematikani o'rganganlar bo'lsa hisobni. Musbat butun sonlarning yig'indisi musbat son bo'ldi. Shunaqa cho'qim 0 dan cho'ng bo'ldi. Masalan 1, 2, 3, 4, 5 degandek. Ammo biz bugun to'xtalgan darsimiz o odatdagi matematika, ya'ni odatdagi matematika degani to'liq o'ttirg'ichi matematikadan olqiydi. Bu oliy matematika doirasida buni ya'ni barliq musbat butun sonlarning yig'indisini qanday ishlatadi deganda hozir nurg'un sohalar ishlatadi. Masalan fizikada, injenerlikda, undan boshqa masalan hozirgi yangi nazariyalarning birisi string theory deydi. Buni uyg'urchaga qanday tarjima qilishni uqmadim. String teoremasi deb olamda, qanday o'z ahang tarjimasi bo'yicha. Bunun asosini uluni kim solgan deganda taxminan 20-asrning beshida 1913-yili shu 1-oy atrofida yoki 1-oyning oxirida taxminan Angliya Cambridge'da bir matematik bor. İsmi Hardy deb. Bu odam bir parcha bo'g'loq topshirib oldi. Bu bo'g'loqning ustida bir muqovi xat bor. U muqovi xatda nima deb qo'ysanglar, muqovi xatga hurmatli efendim, men shu port avval ishxonasininki yoki hisobot bo'limining, buxgalterlik bo'limidagi oddiy bir xizmatchi. Men 23 yosh atrofida ana shu xatda muqovidida o'zini tanishtirdi bu odam. Xat avatkichi o'zini tanishtirdi. Uning yana nima deb yozib o'tsanglar, mening yillik maoshim taxminan 20 fond sterling. Bir yilda 20 fond sterling topman. Men shu buxgalterlik ishxonada hisobot ishlayman. Men shunda bo'lsa-mu, o'zim shu matematika qiziqqachqa men hayron qolarliq natijalarni qo'lga keltirdim. Undan keyin nurg'un hal bo'lmagan masalalarni hal qildim. Agar qiziqsangiz, shu pul yo'qlar nomratlarninki mo'qanda qimmatli narsani barliqqa ishonsangiz, mening nazariyamni e'lon qilgan, lekin tajribam yo'q, bir shuni ko'rib bersangiz deb bir xat aytdim. Bu kim aytadi desanglar, Hindistondan, bu xat Hindistondan keldi. Ya'ni Ramanujan deb bir yosh bir matematik aytadi bu xatni. U taxminan shu 11-12 betlik shu o'ziniki isbotlab chiqqan shu matematik hisoblari buning ichida ya'ni 11-betida mushxat shu 11-betida qarsanglar miyada bu bir isbotni ko'rsatadi. 1 qo'shilgan, 2 qo'shilgan, 3 qo'shilgan cheksizlikcha, ya'ni barliq musbat butun sonlarning yig'indisi qanday -12 bilan 1 bo'ldi deb bu isbotlab ko'rsatdi bu. Buni ko'rgandan keyin Hardy, bu matematik Angliya Cambridge'dagi Hardy degan odam shu. Mana bu Ramanujan o'ng tarafdagi mush odam shu. Yosh bola bu. Mush xatni ko'rib bu Hardy. Buningga mush yosh matematikga, ya'ni yillik maoshi 20 fond sterling. Maosh olayotgan mush yosh matematik ishdan sirtqa havaskora. Ash Angliya Cambridge qana bir taklifnoma yotadi. Shuning bilan u berib, uningga yordamchi bo'lib ishlaydi. Bu odam shu ya'ni Ramanujan degan hindistonlik bu matematikchi bek danliq. Buning bir kinosi bor. Cheksizlikka yaqinlashqish odam deb bir kinosi ko'rib baqsanglar bo'ldi. Unda esa buni men xotir debdan ichib men tafsiliy yozay buning nima ekanligini. Biz barliq musbat sonning yig'indisi musbat son deb o'ylagan shunaqa. Bo'lmasa albatta shunday bo'lish kerak-ku. Masalan 1 ga 2 ni qo'shsaqanda bu cho'qim musbat bo'lish kerak. Musbat degan gap ham 0 dan cho'q degan gap-ku. Yoki 3 ga 4 ga 5
6, 7. Qilib bu cheksizlikcha eng oxirdagi cheksizlikcha. Cheksizlik degan bu kallamızda tefekkürümüz yoki obrazlashtirishni oid aniq bo'lmasa, cho'nqur bo'lmasa biz cheksizlikni tasavvur qilolmaymiz. Cheklik bilan cheksizlikni tasavvur qilish oson emas. Odatda normalda mana shu musbat ya'ni 0-olgan sonni o'zaro qo'shganda buning yig'indisi cho'qim qanday bo'lish kerak? 0-olgan bo'lish kerak shunaqa. Ammo buni 20-asrning 5-da o'tgan bir insonlik davomli bir matematikchi bor. Ramanujan deb. Ramanujan qanday boshqacha bir isbotlab chiqqan. Bu qanday isbotlab chiqqan deganda, mush sonlarning yig'indisi barliq qanday musbat sonlar yoki musbat butun son dey, barliq musbat butun sonlarning yig'indisi minus 12dan 1 bo'ldi deb isbotlab chiqqan. Bu kichiklama u vaqtida 23 yoshga kirgan vaqtda buning. Bu bir qator isbotlangan shu matematik tanglimlarni yoki o'zining isbotlarini qanda shu angliyalik bir matematikshunasga avatgan matematikga. Shuning ash xiti angliyalik matematikchi bu xitini ko'rib, buni ham Angliyaga qanda taklif qilib bir taklifnoma dedi o'tishga. Endi bu qanday isbotlangan deganda, bu bizga tabiiy ahvol ostida masalan calculus o'rgangan bo'lsanglar yoki endi calculus bir to'liq siz yoki endi boshlang'ich o'qigan bo'lsaqmi, boshlang'ich saviyasidagi bir odam normalda qanda bunda butun sonlarningki yig'indisi manfiy son bo'lganlikqa kalisi o'tmaydi, shunaqa. Masalan, sizga bir odam bir kunda birinchi kuni $1 versin, ikkinchi kuni $2 versin, uchinchi kuni $3, to'rtinchi kuni $4. Ash har kuni cheksizlikcha. Mengu degan gap ama bu. Cheksizlik degan mengu degan gap. Mengu har kuni birdan oshirib dollar bersa, eng oxirida cheksizlikni kalamga keltiringlar. Eng oxirida oxiri yo'q. Degan oxiri yo'q. Chunki bu cheksizlik bu. Shuni eng oxirida deganimni tushunsangiz bo'ldi. Eng oxirida qanday? Amaliyotda bu sizga pul bergan bo'lmaydi. Sizdan qanday? Mushu 12dan $1 ilib olgandek bir ish. Bu mantiqqa tushimdi. Hozirgi moliya siyosatlar qarasanglar bu tushadigan ekan. Masalan, Markaziy bank pul bosadi-ku. Hukumat pul bosmaydi, Markaziy bank pul bosadi. Markaziy bank pul bosadi, hukumat taqtidi. U pul nereden kelgan pul bu? Cheksiz pul olamda. Lekin shunda taqasimi yenilam qanda? Yenilam oxirida iqtisod krizi yuz berayotgan. Iqtisod krizi degan gap manfiy degan gap bu nemish qonda bo'ladi. Buni ham bu tanglimini string theory deydi. String theory. Bu doğrusu baksanlar bo'ldi. String theory'da mush string name deb asaq bo'ladi. Qanday tarjima qilishni uqmadim Uyg'urchaga. Mush string theory'da mush nazariya, string nazariya. Yip yoki string mush nazariyada qanday? Mush barliq musbat butun sonlarning yig'indisi -12dan 1 bo'ldi deb o'ylagan. Ashuna deb oladi, ash kitoblarni ko'rsanglar. Men bu rasmga deb ko'rib baxtim, men rasmni shuni oldim. Ya'ni qanday olkinsanglar? Ashu string theory'ning kitobida qanday? Mana shuni ma'lumotli musbat cheksizlikningki qanday? En birdan boshlangan mushu necha bo'ldi? Shunda izohliqkin string theory'da. Ma belgan nima bo'lsanglar, mushu n birdan boshlangan cheksizlikcha qanday qo'shash sam yig'indisi demakchi. Qo'shsa yig'indisi qanday -12dan 1 bo'ldi degan gap. Buni qanday isbotlagan deganda shu Ramanujanning isbotlash usulida bu manda isbotlagan. Masalan, bu mushu 1 qo'shimiz 2 qo'shimiz 3 qo'shimiz 4 qo'shimiz 5
qo'shimiz 6 mana shu 9-gacha olib borayam. Shu 7 qo'shimiz 8 qo'shimiz 9 qo'shimiz 10 11 12 hammani qo'shimiz qo'y. Cheksizlikcha qo'shimiz qo'y. Cheksizlikcha mushuni bir siyg'dan qilib olgan. Mushuni qana? Mushning hammasini yig'indisini bir siyg'dan qilib olgan. Ondan keyin ikkinchi qismda mushukni tanglimning har ikki tarafiga qanda 4 ni ko'paytgan. 4 ni ko'paytgan. Yana ko'paysa qanda ikkinchi qismda 1 4 ni ko'paysak 4 qo'shilgan 2 4 ni ko'paysak 8 qo'shilgan 12 qo'shilgan 4 4 ko'paysak 16 qo'shilgan 20 qo'shilgan 24 qo'shilgan 28 qo'shilgan 32 qo'shilgan 36 qana cheksiz ham o'sha cheksiz bor. Ma'lum bo'ldi, o'ng tarafi 4c bo'ldi. Bu ma'lumot keltirib olgan. Ondan keyin ma'ni bir tanglimi degan, ma'ni yana bir tanglimi, bu bir tanglim sistemasi oldu bu ha. Bu tanglim sistemasi qanday qilgan deganda birinchisini ikkinchisini ilib etgan. Men ma'ni sol taraf qilib yozay. Ma'ni c'dan 4c'ni ilib etsak qanda -3c qildi. Tang. Endi ma'nidan ma'ni alsaq, diqqat qilinglar. Ma'nidan ma'ni alsaq. Bu ne? 1 ma birinchisi keldi, o'z bit keldi. Qo'shilgan 2 Ama birinchisini ilib etdim. O'xshashma bu. 4 mana shu ikisini men tushuntirish uchun mana shu ikisini da tirnoqcha yozolay. Mana shu ikisi o'xshasha. Ma keldi. Qo'shilgan 3 qo'shilgan 4 olimiz 8 qo'shilgan qanchasi keldi? 5 qo'shilgan 6 olimiz 12 qo'shilgan qanamış cheksiz davomlashida. Men tushundingmi? O'xshash amaliyotda 1 men faqat ma 4 ni miyaga, 8 ni miyaga ilib etishni shuni ham yozdim. Amaliyot o'xshash bu ikkisi. Endi buni olsak davomini yozsak -3c tang 1 qo'shilgan 2 dan 4 ni olsak qanda -2. Amaliyot olsak desak bo'ldi. Qo'shilgan 3 4 dan 8 ni ilib etsak qanda -4 shunaqa. Qo'shilgan 5 6 dan 12 ni ilib etsak qanda -6. Qarasanglar bir qonuniyat bor bunda. Qo'shilgan 7 ilingan 8 qo'shilgan 9 ilingan 10 mushqanda cheksizlikcha mushuna bordi. Hamda cheksizlikni odat 3 chekitlar ifodalaydi. Musha kelib olgan bu. Qarsak ma bu sol tarafi -3c shunami tamommi? O'ng tarafi qanda ma'lumot keldi. Endi o'ng tarafini qanday o'zgartdi desanglar? O'ng tarafini. Megazay o'ng tarafini. Ya'ni o'ng tarafini bir S1 deb turaylik. Bir qiymatga teng. S degan yig'indisi degan gap qo'y. Ya'ni 1 olimiz 2 qo'shimiz 3 olimiz 4 qo'shimiz 5 olimiz 6 qo'shimiz 7 degandek qo'shimiz cheksizlikcha qo'y. Mushuni bir S1 deb ilib oldi. Ondan keyin mana birinchi tanglama deb ilib oldi. Ikkinchi tanglamada-chi? Ikkinchi tanglamada
Bununla 2'ni köpeytip berdi. Oң sol tarafiga. Yoki bo'lmasa ikkinchi raqamni o'zlam o'xshash yozib oldi deylik. Yana birini. 2 qo'shimiz 3, alimiz 4, qo'shimiz 5, alimiz 6, qo'shimiz 7. Bu qanday cheksizlikcha. Bu tanlovning sistemasi bo'lishini ama bu ikkisini qo'shib etdi. Biri bilan 2ni qo'shdi. Qo'shsa mayan sol taraf 2s1 bo'ldi. O'ng taraf diqqat qilinglar. O'ng taraf 1, alimiz 2, qo'shimiz 3, alimiz 4. Uchinchiliklar olib turay. Shunimiz cheksiz shundami? Buningga qo'shdi, yana o'zini qo'shdi, o'xshash qo'shdi. Qanday qo'shdi desanglar? Endi diqqat qilsanglar, men ikkinchi s1 ni ma'ni qanday? Bir nuqta yutgayman yoki buningga 0 ni qo'shib bersam bo'ldi. Birinchisiga 0 ni har qanday san qo'ysak o'zi bo'lardi-ku. Qo'shimiz 1. Amniyatmish o'xshash o'zgarmaydi. Alimiz 2, qo'shimiz 3, alimiz 4, qo'shimiz o'xshash. Ma'ning keyinigacha to'xtanglar. Ma 4dan 3dan keyin qanday? Chunki ma'ning hech qanday nim bo'lmag'achqa men o'z beti olib qo'ydim. Men asl ilish keldi shunami? Qo'shimiz undan keyin keldi cheksizlikning oxiri demoqchi. Buni qo'shgan. Ya'ni ma'ning bilan ma o'xshaydi. Faqat o'xshash ikkisini qo'shadi hozir, ikki cheksizlikni. Menga men 0 qo'yib qo'ydim, tushunishingni osonlashtirish uchun. Qo'shganda diqqat qilinglar. 2s1 tang 1 ga 0 ni qo'shsak qanda 1. -2 ga 1 ni qo'shsak qanda -1. 3 ga 2 ni qo'shsak +1. -4 ga 3 ni qo'shsak -1. Mushunda qarsanglar plus minus +1 -1 qilib qanda cheksizlikcha. Cheksizlikcha cheksizlik davom qildi bu. Hamda bunun qarsak agar bu cheksizlik ya'ni buningki o'ng tarafi mushu 90dan to'xtatsak, masalan buning to'xtash cheksizlik qo'y bu. Cheksizlik. To'xtamaymiz, lekin ma tasavvur obrazlashtiramiz, tasavvur qilamiz. Agar mishadan to'xtasa, bu o'ng tarafning bo'ldi 1 bo'ladi. Miyadan to'xtash uchun 0 bo'ldi. 1 alimiz 1 nima bo'lib ketadi? 0 bo'lib ketadi. Mavjo demakchi, agar 90dan to'xtasak, buning qiymati 1 bo'ladi. Jupsandan to'xtasakchi, jupsandan buning qiymati qanday? 0 bo'lib ketadi. Ya'ni masalan men ma z desam ma'ni o'ng tarafini z desam 1 alimiz 1 qo'shimiz 1 alimiz 1 qo'shimiz 1. Bu cheksizlikchi bordi bu. Cheksizlik shunaqa. Agar 90da to'xtasa, ma z nima bo'lib ketadi? 90 to'xtasa 1 bo'ladi. Masalan, ma 3 to'xtasa, ma yeyishib ketib 1 yeyishib qoldi. Lekin yoki qanday? Agar jupsan to'xtab qolsa-chi, z nima bo'ldi? 0 bo'lib ketadi. Chunki bu 1 alimiz 1 qo'shimiz 1 alimiz 1 jup bo'lib ketganda bu 0 bo'lib ketadi bu. Yeyishib ketdi shunaqa. Ammo bu cheksizlik. Jupda ayak taq to'xtaydiganligini biz bilmaymiz. Jup to'xtashi mumkin, taq to'xtashi mumkin, unda degil olmaydi. Shunga buning qanday? O'ttirish qiymatini olamiz. Buning o'ttirish qiymati qanday bo'ldi? Z dan qancha? 2 dan 1 bo'ldi. Buni qanday tushunamiz degan chog'da, masalan, agar 2 odam bor, buning oddiy oltiga tushunaylik, oddiy oltini kallanga keltiringlar, 2 odam bor. Bir odamga $1 berdinglar. Yana bir odamga pul bermadinglar. Shunaqa? Bir odamga $1 berdinglar, yana bir odamga pul bermadinglar. 0. Unda bo'lsa, bu 2 odamga necha pul berding desak, emniyeti bergan pul qanday? $1 bergan bo'lamiz, shunaqa? Emniyeti $1 bergan bo'lamiz. Ammo biz nima deb statistika nima deymiz? Bu 2 odamga o'ttir hisob bilan 2 dan 1, ya'ni 20-50 sentdan berdi o'qiymiz. Hozir eng oddiy olti. Agar
bu adam ikki adam bo'lmay, masalan, bir davlatning nüfusi bo'lib qolgan bo'lsa, 60 million adam bo'lib qolgan bo'lsa, ash 60 million odamningki birsiga amaliyotda mumkin bo'lmaydi. Birsiga $1 berib, qolgan 59 million ash eng oxirgacha qolganiga 0 hech qanday pul bermasanglar, lekin statistiklar nima deb statistiklaydi? Ashning o'ttirchi qiymatini oldi. 60 milliondan qancha? 1 o'ttir hisob bilan kishi beshiga 60 milliondan 1 pul berdi o'qtaydi. Shuni ikki odamni hisoblatimi? Chunki men taqyak jup ikkinlamag'achqa taqyak jup ikki odamni o'tirish hisob bilan qanday? $2.20 2dan 1 dollar berdim, ya'ni 50 sent berdim dedi. Ashuna tushensanglar bo'ldi. Ya'ni bu z qanday? Miyada 2s 1 tang z yoki ma'nimi tang qildik, 2dan 1 tang qildik. Unda olsa buningdan s1 nechiga tang bo'ldi? 4dan 1 tang bo'ldi degan gap. Qanday? s1 4dan 1 tang bo'ldi. Unda bo'lsa biz masanni biz qanday? Mayga tang qilib olgan shunaq qo'y. Masanni biz s1 deb ilib olgandik. Agar s1 4dan 1 bo'lsa, masan o'ng taraf, ya'ni 3 minus 3 c tang s1 de shunaq qo'y. Chunki men yerda s1 ni ma'noga tang qilib oldik qo'y, o'ng tarafiga. Unda bo'lsa minus 3 c keldi. s1 nechiga tang? 4dan 1 tang. Unda bo'lsa c nechiga tang bo'ldi? Minus 12dan 1 bo'ldi. Unda c nechiga tang qilib olgandik biz? c ni mana bu butun musbat sonning yig'insiga tang qilib olgan. 1 qo'shimiz 2 qo'shimiz 3 qo'shimiz 4 qo'shimiz cheksizlik qo'shimiz bu tang qanday? Minus 12dan 1. Mana bu barliq, ya'ni Ramanujan ismi. Ramanujan hisoblab chiqqan barliq musbat butun sonlarning yig'indisi qanday? Minus 12dan 1 tang bo'ldi degan. Shuni isbotlab chiqqan. Faqat sizlarning tafakkuringlarni g'idiqlash uchun buni ishlab qo'ydim. Qiziqdiganlar ko'rib baqsanglar bo'ldi. Boshqa ko'z qarashda bo'lgan yoki fikringlar boshqacha fikr almashtirmoqchi bo'lsanglar, ostiga inkos shakl qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.